S24 Ultra olyaptilar akamiz. Narxlari 84.900 rubl sotilgan, hozir 72.900 rublga tushib ketganini bilib kelib olyaptilar akamiz. Aka, nima uchun iPhone emas Samsung? Endi oldindan Samsung ishlatilgan, Android deb holatda. Android. iPhone'ning qizig'i yo'q. Oching aka. 17 chiqadimi, 18 chiqadimi farqi yo'q. Gap yo'q. 26 chiqsa 26 ni bosib olamiz. Xiyonat bo'lmaydi Samsungga. Nimaga qorasini tanladingiz aka? Boshqa sveti ham bor edi. Bu svetida ishlatib ko'rdik-da. Endi bu svetida ham. Prosta lekin svetdan qanaqadir kayf boshqacha deydi-ku. Gap yo'q. S24 Ultra sotib olish uchun nima ish qilish kerak aka? Monolitik bo'lish kerak. Monolitik bo'lish kerak-a? Gap yo'q aka. Sizlarda ham pul ko'payib ketdi. Eplab bo'lmaydi deyapti-ku. Eplab bo'lmayapti. Qayerdansiz? Tojikiston. Tojikiston. Qaysi shahardan? Jayxun. Jayxunliklarga yuboramiz videoni. Ko'rib qolsanglar, tanish bilishlar bo'lsa, akaga omad tilab qo'yamiz. Salomat bo'ling aka, yaxshi kunlik ishlating. Bizdan boshqa do'konda agar bu telefonni bizdan arzonroq narxda topsangiz, 2000 rubl bonus beramiz. Sog' bo'ling.